Soat millari yarim tundan o'tgan edi, lekin ko'zlarimga uyqu kelmasdi. Shiftga tikilib yotardim, yuragim esa ko'krak qafasimni yorib chiqqudek urardi. Hamyoq tinch. Lekin mening ichimda to'fon bor. Bu to'fon onam. Aniqrog'i u mening otamning ayoli. Ikkinchi ayoli. Buni aytishning o'ziyoq tilimni kuydiradi, vijdonimni kemiradi. Lekin o'zimni to'xtata olmayman. Bu xuddi chuqur jar yoqasida turib, pastga sakrash istagi bilan kurashishga o'xshaydi. Va men allaqachon sakraganman. Otam 50 dan oshgan, hamma hurmat qiladigan inson. Onam vafot etganiga 5 yil bo'ldi. Otam yolg'izlikdan qiynaldi, buni bilardim. Uylanishiga qarshi bo'lmadim, aksincha, yonida suyanchiq bo'lsa, ko'nglim tinch bo'ladi deb o'yladim. Lekin uyimizga Laylo kirib kelgan kun. O'sha kun hammasi o'zgardi. U otamdan ancha yosh. 30 yoshlarda husni ko'zni qamashtiradigan darajada go'zal. Uning kulishi, sochlarini yig'ishi, hattoki choy damlashi ham boshqacha. Dastlab men unga shunchaki opa deb murojaat qilardim. Oramizda masofa bor edi, hurmati bor edi. Lekin nigohlar hamma narsani ostin-ustun qilib yubordi. Birinchi marta bu uchqun qachon paydo bo'lganini aniq eslayman. Yoz oqshomi edi. Otam ish bilan shaharga ketgan, uyda ikkimiz qolgandik. Men hovlida mashinamni tuzatayotgandim. Qo'lim moy, yuzim terlagan. U choy olib chiqdi. Piyolani uzatayotib barmoqlari qo'limga tegib ketdi. O'sha lahzada go'yo tanam muzlab ketgandek bo'ldi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida qo'rquv va qiziqish aralash bir narsa bor edi. Men esa o'zimni yo'qotib qo'ydim. "Rahmat", dedim. Ovozim zo'rg'a chiqdi. "Charchamadingizmi, Jasur?" so'radi u. Shu qisqa suhbat, shu oddiy teginish hammasining boshlanishi edi. O'sha tunda men uxlay olmadim. Uning siymosi ko'z oldimdan ketmasdi. O'zimni la'natladim. Bu otangning ayoli. Esingni yig', dedim o'zimga. Lekin yurak aqlga bo'ysunarmidi? Kunlar o'tgani sayin oramizdagi tortishish kuchi ortib boraverdi. Biz bir-birimizdan qochishga harakat qildik. Men uyga kech keladigan bo'ldim, u esa ko'pincha xonasidan chiqmasdi. Lekin taqdir bizni ataylab to'qnashtirardi. Oshxonada, yo'lakda, hovlida. Har safar uchrashganimizda havo yetishmay qolardi. Bir kuni yomg'ir sharros quyayotgandi. Otam xizmat safarida edi. Uyda chiroq ochib qoldi. Suv ichgani kirdim. U ham o'sha yerda ekan. Chaqmoq chaqib xonani yoritib yubordi. Uning yuzi oqarib ketgan, momaqaldiroqdan qo'rqardi. Beixtiyor unga yaqinlashdim. "Qo'rqmang, men shu yerdaman", dedim past ovozda. U menga qaradi. Ko'zlarida yosh miltillardi. Birdan u menga intildi va mahkam quchoqlab oldi. Uning tanasi titrardi. Men ham o'zimni tutib turolmadim. Qo'llarim uning belidan quchdi. Uning sochlaridan kelayotgan atir hidi boshimni aylantirdi. Biz barcha qoidalarni, barcha taqiqlarni unutdik. Faqat ehtiros, faqat bir-birimizga bo'lgan chanqoqlik qoldi. O'sha tun biz gunoh va zavqning eng yuqori nuqtasiga chiqdik. Ertalab uyg'onganimda yonimda u yo'q edi. Lekin yostig'imda uning hidi qolgandi. Dahshatli pushaymonlik va shu bilan birga cheksiz baxtni his qildim. Otamning ko'ziga qanday qarayman? Bu savol meni qiynardi. Lekin Layloni ko'rishim bilan bu savollar yana erib ketardi. Bizning o'yinimiz xavfli tus oldi. Otam uyda bo'lgan paytlar eng qiyini edi. Dasturxon atrofida o'tirganda, u otamga choy quyib berayotganda, men ichimda yonardim. Rashk meni yeb bitirardi. Otam unga erkalab gapirsa, mushtlarimni tugardim. Laylo esa ko'zlarini olib qochardi, lekin yashirincha menga qarab qo'yishni unutmasdi. Biz imo-ishoralar bilan gaplashishni o'rgandik. Kichik bir tabassum, qo'lning sochga tegishi, bularning bari biz uchun maxfiy kodlar edi. Ba'zan tunda hamma uxlaganda men sekingina uning xonasi tomon yurardim.
Agar eshik qiya ochiq bo'lsa, bu taklif edi. Agar yopiq bo'lsa, rad etish edi. Biz oxirlardek uchrashardik. Har bir daqiqa g'animat, har bir bosa oxirlangan edi. Bu xavf bizning hislarimizni yanada o'tkirlashtirardi. Go'yo ertaga dunyo tugaydigan u biz bugun yashab qolishimiz kerakdek. Laylo ba'zan yig'lardi. Biz dozoqqa tushamiz, Jasur, derdi u mening ko'ksimga bosh qo'yib. Otang juda yaxshi inson. Biz unga xiyonat qilyapmiz. Bilaman, derdim men uning sochlarini silab. Lekin seni sevaman. Sensiz yashay olmayman. Bu sevgi emas, bu jinnilik, derdi u xo'rsinib. Bu qachondir tugaydi. Fosh bo'lamiz. U haq edi. Bu abadiy davom eta olmasdi. Sirli narsalar har doim oshkor bo'ladi. Qo'shnilar, qarindoshlar. Kimdir baribir nimadir sezishi mumkin edi. Lekin men kelajak haqida o'ylashni istamasdim. Men faqat hozirgi lahza bilan yashardim. Bir kuni otam kutilmaganda ishdan erta qaytdi. Biz mehmonxonada edik. Oramizda hech qanday nojo'ya harakat yo'q edi. Shunchaki gaplashib o'tirgandik, lekin oramizdagi masofa juda yaqin edi. Otam kirib kelganda ikkimiz ham cho'chib tushdik. Laylo o'rnidan sakrab turdi, yuzi qizarib ketdi. Tinchlikmi? Nega rangiroyingiz oqarib ketdi? So'radi otam hayron bo'lib. Hech narsa, dadasi. Shunchaki xayol surib o'tirgandik, kelganingizni eshitmay qolibmiz, dedi Laylo duduqlanib. Otam bizga shubha bilan qaramadi. U juda ishonuvchan odam. Yoki shunchaki oxli va ayolidan bunday pastkashlikni kutmagandir. Uning bu ishonchi meni battar ezardi. O'zimni iflos, xoin his qilardim. Lekin Layloning nigohini ko'rishim bilan yana o'sha tubsizlikka qulardim. Kunlar, oylar o'tdi. Bizning sevgimiz davom etardi. Men uydan chiqib ketish haqida o'yladim. Boshqa shaharga, uzoqqa. Lekin uni bu yerda otam bilan qoldirib ketishni tasavvur qila olmasdim. Bu fikr meni aqldan ozdirardi. U meniki bo'lishi kerak edi. Faqat meniki. Bir kuni Laylo menga homilador ekanligini aytdi. Dunyoyim aylanib ketdi. Kimdan? So'radim ahmoqona savol berib. Bilmayman, dedi u yig'lab. Balki otangdan, balki sendan. Bu xabar bizning ustimizga muzdek suv quygandek bo'ldi. Agar bola meniki bo'lsa-chi? Bu sharmandalikni qanday yuvamiz? Agar bola tug'ilsa va menga o'xshasa-chi? Oldirib tashla, dedim men sovuqqonlik bilan, garchi ichim yonsa ham. Yo'q. Bu gunoh. Yana bir gunoh, deb baqirdi u pichirlab. O'sha kundan boshlab oramizga sovuqchilik tushdi. U mendan uzoqlashdi. Otamga esa mehribonroq bo'la boshladi. Men buni ko'rib azoblanardim. U bolani saqlab qolishga qaror qildi. Otam esa xursandchilikdan terisiga sig'masdi. Keksalikda farzand ko'rish Xudoning ne'mati, derdi u quvonib. Men esa bu ne'matni aslida kimdan ekanligini o'ylab tunlari uxlolmasdim. Vaqt o'tdi. Layloning qorni bilinib qoldi. Men uyga kam keladigan bo'ldim. Do'stlarim bilan ko'chada vaqt o'tkazardim, ichardim. Unutishga harakat qilardim. Lekin har safar uyga qaytganimda uning ko'zlaridagi mungni ko'rib, yana hamma narsa yangilanardi. Endi biz avvalgidek yashirincha uchrashmasdik. Tungi tashriflar to'xtagandi. Biz endi shunchaki bir uyda yashovchi, bir-biriga begona, lekin o'tmishi umumiy bo'lgan ikki jinoyatchi edik. Bizning gunohimiz bizni bog'lab turardi, lekin shu bilan birga bir-birimizdan uzoqlashtirardi. Bir kecha men mast holda keldim. Otam uxlab yotgan edi. Laylo oshxonada choy ichib o'tirgan ekan. Meni ko'rib qo'rqib ketdi. Jasur, ichdingizmi? Dedi u xavotir bilan. Senga nima? Dedim qo'pol ohangda. Sen endi otamning vafodor xotinisan-ku. Mening kimligimni unutdingmi? Uning ko'zlaridan yosh oqdi. Men hech qachon unutmayman, Jasur.
Lekin biz xato qildik. Juda katta xato. Endi esa buning uchun tovon to'layapmiz. Iltimos, meni tinch qo'y. Bolamni oylashim kerak. Men unga yaqinlashdim. Uning bortib chiqqan qorniga qo'limni qo'ymoqchi bo'ldim, lekin u o'zini olib qochdi. Tegma, dedi u qat'iy. Bu mening bolam bo'lishi mumkin, dedim tishlarimni xijirlatib. Yo'q, bu otangning bolasi. Shunday deb hisoblashimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q. Men stulga o'tirib qoldim va boshimni changalladim. U haq edi. Boshqa yo'l yo'q edi. Biz o'z qilmishimizning asiriga aylangandik. Bu sir men bilan go'rga ketadi. Hozir men o'z xonamda o'tiribman. Hovlida sukunat. Faqat uzoqdan itlarning hurishi eshitiladi. Laylo va otam o'z yotoqxonalarida. Men esa yolg'izman. Bu sevgi edimi yoki shunchaki ehtiros? Bilmayman. Faqat shuni bilamanki, bu olov meni kuydirib kul qildi. Va men bu kuldan qayta tiklana olarmikanman, buni vaqt ko'rsatadi. Balki bir kun kelib men uydan butunlay ketarman, o'z hayotimni qurarman. Lekin yuragimning bir chekkasida har doim Layloning ismi, uning hidlari va o'sha yomg'irli tundagi gunohkor baxtimiz yashaydi. Bu mening la'natim va shu bilan birga eng shirin xotiram bo'lib qoladi.